Assalomu alaykum, topdi qarindoshlar. Hammanglarning shu vaqt xayrli bo'lsin. Mana naqshi musiqa to'g'riliq bir savol tushibdi. Shunga bir javob beray dedim. Men burunmi bir javob bergan buningga. Naqshi musiqa deganning o'zi hamda Qur'oni Karimda naqshi musiqa sohasida bir so'z yo'q. Naqshi musiqining tegini surishtirgan vaqtida u bir so'zniki qopiyalashtirilgan qismi deb hisoblaymiz. Qopiyalashtirilgan bir söz. Yani söz türkümüge yatıdı deyen gap hem manda şirka vaqtida. Bu söz türkümüge ekirip durup bunun özünü Kur'an-ı Kerim'e sağa vaqtimizda Kur'an-ı Kerim'de qandaq sözlerini çekleydi, qandaq sözlerini çeklemeydi. Muşunu qısasak, hemmesi menemen dep çıkıdı. Mesela Kur'an-ı Kerim'de gıybet kılışını çekleydi, böhtan çaplaşını çekleydi. İnsanlarını yaman işlağa tergip kılışını çekleydi. Allah'ın diniga hakaret kılışını çekleydi. Muşunun okşaş nurgun çeklimler var. Hem de bu yerde eğer şu nakşının özü müzika asasen şu nakşı tabi neyse, nakşı karta çelindiğin neyse. Hem bu yerde asaslığı nakşa. Şu nakşının tekisi de muşu yukarı yani Kur'an-ı Kerim çeklendiğin gıybet şikayet milletniki birlik baraberlikке karşı turduğun kelimeler, böhtan çaplaydıgan kelimeler, bir insanlığa hakaret kıldığan kelimeler, bulmagan takdirde, yani yaman nasiga teşvik kıldığan, xalqning eyvini etişqa tergib kıldığan, yoki eyvini açıdığan, aşındaq şekildeki misalda, aşına okşaş kelimeler bolsa, o nakşı haram. Aşındaq sözünü qilish haram go. Qur'oni Kerimde aşını bayan qildi go. Demek ki muşu yuqarqı o'xshash narsalarni o'z ichiga olgan naqshlar bu haram. Hamda agar u millatning birlik barobarligi, millatni ilm faniga tashviq qiladigan, millatni texmi jasoratli qilishga tashviq qiladigan, millatni texmi bilim nemiga özara hemkarlışıqı təşviq qıladigan, demek ki yaxşı işlarga təşviq qıladigan sahadaki yoki ata-onaning özünü nim qıladigan, əslitadigan, qarindoshlarni əslitadigan o'xshash nurg'un bizniki go'zal shundaq naqshlarimiz bor. Bundaq naqshlar bo'lsa, hech qandaq uniki haram yeri yo'q. Hattoki ba'zi naqshlarni aytish o'ttiq savob qilmaydi. Misol millatning birlik barobarligi bilim ishqida degan naqshlarga o'xshash bunday go'zal naqshlar bor. Umarjon olimning neni shunday yaxshi naqshlari bor. Mana shunday naqshlarni aytib, insonlarimizni ilm fanga, ota-onaga yaxshilik qilishga, o'zaro birlik barobar bo'lishga deganga o'xshash, shunday o'zi yaxshi narsalarga tashviq qiladigan bunday naqshlarni aytish hattoki savob bo'ladi. Buni bunday tushunishimiz lozim. Naqshlar bo'lsa haram deydigan bunday bir qoida yo'q. Müzik desa müzikning o'zi yuqori men deganga o'xshash naqshi qarta chelindi. Ya'ni nachar ashuna o'xshash yuqori deganga o'xshash bir qism nachar mundaq tekst yozilgan naqshlarga chelingan muzika ham haram. Endi yaxshi tekstga yozilgan, nima yaxshi tekstga chelingan naqsha bu to'g'ri bo'laverdi, halol bo'laverdi. Hattoki savob bo'ladi deymiz undaq vaqtida. Buni bilidi, şu mollalı bilidi, bilip durup aşının özüne tətirsi tolğaydı. Məsələn, Peyğəmbər Aleyhisselamın zamanısında Peyğəmbər Aleyhisselam Mekke'den Medine'ye hicret qılğan vaxtida Saniyatul Veda degan joydan Peyğəmbər Aleyhisselam tögü minib Əbu Bəkir bilan şundaq chiqqan vaxtida Medine kip bo'lgan sahabalar va Medinada islomni qabul qilgan bir qism nima sahabalar qo'shib, musulmonlik qo'shilib o'sha yerga Payg'ambar alayhisalom kutib olib chiqdi. Chiqqan vaqtda ashraqal badru alayna min saniyatil vadai vajaba shukru alayna min liqa'illahi da'i degan mushundaq o'zi naqshilni aytib daplan chaladi. Bir qism odamlar var, shu vaqtda Payg'ambar alayhisalomning oldiga dap chep chiqqan, dapni chasi bo'ladi deydi. Erapning dep bo'lgan dapni chamay nima chaladi endi Qashqarni dutatdan burun akib chalamda o'qaq.
Her millet özneki nakşı müzikasını aytıdı. Nakşısını aytıdı. Nakşısı karta müzik asbaplarını çalıdı. Yüzde bağını çalıdı. Ama bununki ölçümü, bununki şartı neyme degan vaqtda yaman nakşını aytmaslık, kişilerini özü çiriklikka payda nima qiladigan, targ'ib qiladigan, shahvoniy ishlarga targ'ib qiladigan deymiz, yoki ba'zan vahshiylik targ'ib qiladigan deymiz, ish qilib yamoyishga targ'ib qiladigan bundaq nachar naqshlarni aytish bu to'g'ri emas, bu harom. Ammo yaxshi naqshlarni aytish bu to'g'ri. Bu payg'ambar alayhisalom zamonida bo'lgan bu narsalar hammasi. Bunun neymiga asasen hiç qandaq asası yok. Bularniki bununla o'zi haram deydiğanga, nakşi müziğinin hemmesi haram deydiğanga hiç qandaq asası yok. Bu birinci mesele. İkinci mesele Arapnikini halal deb, Arapning depini halal deb, qolgan millatlarniki müzik asboblarini, musiqalarni haram deyishning o'zi bu nayt o'zi xato bir tushuncha bu. İslamdan zarrachilik o'zi xabar topmagan bir qarqo'saqning deydigan gapi bu. Çünkü her millet o'ziniki bir milliy kimlikka doir musiqa madaniyati bo'ladi. Naqshi madaniyati bo'ladi, musiqa madaniyati bo'ladi. Shu musiqa, naqshi narsa kerakligining o'zini yaxshi tarafga ishlatsa bo'ladi. Qur'oni Karimda "Valikullin wajhatun huwa muwalliha fastabiqul khayrat" degan oyat bor. Her bir insondan boshlab bir millatchilik uniki bir tutgan yo'li bor. Her shaxsiyning, her bir odamdan tortib bir millat kichilik uniki tutgan yo'li bor. Bu yerda maqsad nima degan vaqtda shu yo'lni to'g'ri tarafga ishirtish. Alloh taolo buni maqsad qiladi Qur'onda. Endi Arab dapchalıp deb hamma odam o'zi, hamma musulmon dapchib Arab bo'lib ketish kerak emas. Alloh taolo her millatni bir millat qilib yaratdi. U millat o'zining milliy kimligini qo'g'dash, milliy madaniyatini rivojlantirish, to'g'ri shaklda rivojlantirish haqqi va Alloh taolo bergan haq huquqi. Uning o'zini o islomda o'zi mandaq narsa yo'q deyish bilan uni cheklash u mumkin emas narsa. Birinchidan, ikkinchidan Alloh taolo amaliyotda cheklamagan narsalar bu. Buniki yomon tarafini hamma narsa ashtaq bu. Misol hozir din deymiz. Dinni mush yomon tarafga ishlatishning o'zi xato. O amaliyotda din bo'lsa-mu, masalan, mush odamlar hozir naqshi musiqa harom deb hammani o'zi bitayaq haydab lekin ashuni o'zini harom debdimi? Mush gapining o'zi dinga o'ziga qarshi gaplar. Misol İslam dinida o bir narsaning oqqorni farq etib, keyin hukm qilish degan narsa bor. Bu yerda hammani bir tayoqda haydaydigan bundaq hech kimning haqqi yo'q. Shunga har millat o'ziniki madaniyatini, o'ziniki har sohadagi kiyim madaniyati bo'lsin, musiqa madaniyati bo'lsin, tamoq madaniyati bo'lsin, urf-odatlar bo'lsin, hammani o'zinikini rivojlantirish va boshqalarnikini faqat lekin haqorat qilmaslik. Mana shu chek ashagachilik. Shuning uchun bu musiqa deganni, naqshi musiqa deganni bir millatniki milliy kimligining bir parchasi. Bu narsaning o'zini yo'q qilib o'tish uchun o'zi harakat qilgan Uyg'ur bo'lib qolsa, u Xitoyniki tarafida turgan shu Uyg'urniki madaniyatini yo'q qilish uchun Xitoyning sifatini yaragan bir o'zi inson desak bo'ladi. Bo'lmasa uniki boshqa nima deydi bu?